Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasida navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bu mavzu raqamli transformatsiya jarayonlarida kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavflar deb nomlanadi. Bu mavzu doirasida ko'rib o'tadigan muhim masalalarimiz raqamli texnologiyalar xavf omili sifatida, robototexnika va sun'iy intellekt xavfi, geosiyosiy makonda raqamlashtirish xavfi va raqamli va an'anaviy kompaniyalarning birgalikda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan modellarga to'xtalib o'tamiz. Albatta, raqamli sanoatlashtirish bugungi kunga kelib davlatlarning iqtisodiyotini rivojlanishiga asosiy bir harakatlantiruvchi kuchga aylanganligini qayd etib o'tish mumkin. 2019-yilda sanoatni raqamlashtirish jahon raqamli iqtisodiyotining 84.3%ni, jahon yalpi ichki mahsulotining esa 35%ni tashkil etganligi ko'zga tashlanadi. Rivojlangan mamlakatlarda sanoatni raqamlashtirish raqamli iqtisodiyotning 86.3%ni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich 78.6%ni tashkil etmoqda. Rivojlangan davlatlar aloqa va dasturiy ta'minot sohasidagi eng kuchli vakillar hisoblanadi. Ular elektron tijorat va ilg'or ishlab chiqarish bilan shug'ullanishni eng birinchilardan bo'lib boshlab bergan mamlakatlar qatoriga kirishi mumkin. Raqamli sanoatlashtirish tarmoqlar bo'yicha agar taqsimlanadigan bo'lsa, birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi toifalarga ajratiladi. Faoliyat turlariga ko'ra biz ularni qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalariga ajratishimiz mumkin. Dunyoda xizmat ko'rsatish sohasida raqamli transformatsiya bo'yicha boshqa ikkita sektorga qaraganda rivojlanish tezroq sur'atlarda ro'y berayotganligi kuzatiladi. Ushbu slaydda raqamli transformatsiya biznesning tarkibiy qismi sifatida kichik va o'rta biznes uchun alohida tadqiqotlar olib borilgan. 61% so'rovda ishtirok etganlar biznes jarayonlarini raqamlashtirish zarurati, 51% ma'lumotlar asosida boshqaruv kerakligi, 50% so'rovda ishtirok etuvchilar esa barcha bosqichlarda mijozlar bilan munosabatni yaxshilash zarurligi to'g'risida, hamda 42% so'rovda ishtirok etuvchilar raqamli infratuzilma zarurligi to'g'risida fikrlarni bayon etishgan. Raqamli transformatsiya strategiyasini amalga oshirish 5 ta sohadagi alohida o'zgarishlarni talab etadi. Birinchisi bu xabardorlik. Biz qanday ishlayotganimiz aynan ikkita omil bilan belgilanadi. Bu biznes hamda texnologiya. Biznes ehtiyojlariga e'tibor qaratishimiz, bu ehtiyojlarni real vaqt rejimida his etishimiz va ularga mos ravishda mijozlar hamda foydalanuvchilar uchun qiymat yaratish maqsadida tezkor ravishda kerakli choralar qabul qilish maqsadiga muvofiq. Ikkinchisi madaniyat. Platformalar yaratish va resurslardan birgalikda foydalanish raqamli transformatsiyaga olib boruvchi asosiy yo'l hisoblanadi. Shu sababli o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash uchun madaniyatni o'zgartirishga moslashtirish juda muhim. Keyingi alohida o'zgartirish talab qilinadigan yo'nalish bu tashkilot, ya'ni integratsiyalashgan jamoalar yagona raqamli platforma asosida raqamlashtirish dasturini joriy etish uchun biznes va IT bo'lim xodimlarini o'zaro birlashtirishi maqsadiga muvofiq. Va keyingisi metodologiya. Raqamlashtirish yo'lida mustahkam poydevor qo'yish uchun raqamli obyektlar, jarayonlar va qoidalarga o'tish hamda foydalanish variantlarini, yechimlarini boyitish hamda muqobillashtirish davom etishi zarur. Va oxirgisi bu model. Biznes, operatsion va boshqaruv modellarini raqamlashtirish maqsadlarga moslashtirilishi lozim. Raqamli transformatsiyaning iqtisodiy rivojlanishga ta'siriga to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan raqamli xizmatlarning o'sishi. Bu moliya, telekommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlarda, reklama va ommaviy axborot vositalarida kuzatiladi. Keyingi asosiy ta'sir bu raqobatning kuchayishi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar va davlat organlari faoliyatini boshqarishning shaffofligi. Tovarlar va xizmatlarning yanada kengroq va individuallashtirilgan assortimenti. Har xil ijtimoiy xizmatlardan foydalanishni ko'paytirish va iqtisodiyotda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishni paydo bo'lishi bilan baholanadi. Raqamli transformatsiya strategiyalarining asosiy yo'nalishlari sifatida qo'lda ishlov beriladigan jarayonlarni raqamlashtirish, intellektual texnologiyalarni joriy etish va korporativ madaniyatning o'zgarishi alohida e'tiborga molik. Va asosiy bosqichlarga to'xtaladigan bo'lsak, transformatsiyalanadigan sohani aniq belgilash. Birinchi navbatda aniq maqsad qo'yilishi lozim. Aynan nimani va qanday darajada transformatsiya qilish lozimligi o'rganilishi zarur. Keyingi bosqich bu budjetni aniqlash. Raqamlashtirish uchun aniq nima kerakligi hal qilinishi. Ya'ni raqamli budjet haqida ham o'ylash maqsadiga muvofiqdir. Uchinchi bosqich bu yo'nalish xaritasini ishlab chiqish.
Bu bosqichda hamma narsa oddiy hisoblanadi. Biz agar barcha rejalashtirilgan qadamlarimizni grafik tarzda tasvirlaydigan bo'lsak, yo'nalish xaritasi demak paydo bo'ladi. 4-bosqich bu raqamli yechimlarni tanlash va joriy etish bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda raqamlashtirish uchun qanday yechimlar va vositalardan foydalanishni hal etish zarur. Va 5-bosqich xodimlarni yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish talab etiladi. Bu holatda xodimlarni vaqt va ma'lum resurslarni talab qiladigan yangi jarayonlar va raqamli vositalarni o'rganishlari talab etiladi. Bu holatda aynan tashkilotni asosiy muhim vazifasi o'tish jarayonini malakali tashkil etishdan iborat. Raqam transformatsiya qilinmasligining eng muhim bugungi kundagi sabablari quyidagilardan iborat. Eng yuqori o'rin bu bilim va malakani yetishmasligi. Ya'ni 53% holatda ushbu muammo, ya'ni sabab aynan transformatsiya qilinmasligini asosiy sabab sifatida ko'rsatiladi. 45% holatda ichki qarshilik va o'zgarishlarga qo'rquvning mavjudligi. 42% holatda strategiyaning mavjud emasligi. 41% kadrlar yetishmovchiligi. 40% investitsiyalarga demak investitsiyalarni qaytarmaslik holatlardan qo'rqish masalasi va 37% holatda moliyaviy qiyinchiliklar bugungi kunda raqamli transformatsiya qilinmasligini muhim sabablari sifatida qaraladi. Va endi aynan raqam transformatsiya jarayonida bo'lishi mumkin bo'lgan xatarlar, xavf-xatarlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, eng muhimi bu kiberxavfsizlik va oldingi mavzularda bu masalaga batafsil to'xtaldik. Kiberxavfsizlik bu kiberhujumlar natijasi ma'lumotlarning o'g'irlanishi, tizimlarning ishdan chiqishi, xavfsizlik tizimlarining buzilishi kiberhujumlarning asosiy oqibati hisoblanadi. Ma'lumotlar xavfsizligining ta'minlanishi, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ham bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etib boryapti va ma'lumotlarning noqonuniy ravishda to'planishi va foydalanishi kompaniyalar va ma'lum bir ma'noda jismoniy shaxslar uchun ham katta xavf tug'diradi. Ikkinchisi bu texnologik qaramlik, tizimlarning ishdan chiqishi. Ya'ni raqamli tizimlarning ishlashi uchun elektr ta'minoti, internet aloqasi va boshqa texnik infratuzilmalar zarur. Agar bu infratuzilmalar ishdan chiqadigan bo'lsa, raqamli tizimlar ham ishlamasligi o'z-o'zidan ravshan. Texnologik uzilishlarga tayyorgarlik. Raqamli texnologiyalarning ishdan chiqishi ehtimolini kamaytirish uchun albatta kompaniyalar va davlat organlari texnik infratuzilmani mustahkamlashi, zaxira tizimlarini yaratish va xodimlarni texnik muammolarni hal etishga tayyorlashi hamda ularni o'qitishi talab etiladi. Uchinchisi, ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan turli xil muammolar, ya'ni ma'lumotlarning noto'g'riligi, noto'liqligi yoki eski bo'lishi raqamli tizimlarning samaradorligini pasaytiradi va noto'g'ri qarorlar qabul qilishga olib keladi. Ma'lumotlarning sifatiga katta e'tibor berish zarur va shu bilan bir qatorda ma'lumotlarni to'g'ri yig'ish, tahlil qilish va saqlash tizimlarini ham takomillashtirib borish zarur. Keyingisi malakali kadrlar yetishmovchiligi. Raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarning yetishmasligi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan bugungi kunda kompaniyalar va davlat organlari raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarga ehtiyoji ortib boradi. Raqamli texnologiyalar sohasida mutaxassislarni tayyorlashga investitsiya kiritish, ta'lim tizimini raqamli transformatsiyasiga moslashtirish va raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan yosh mutaxassislarni ishga olish ham bugungi kunda aynan muhim ahamiyat kasb etadi va yuqoridagi kabi muammolarni hal etishga yordam beradi. Keyingisi etik muammolar va shaxsiy maxfiylik. Ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, ma'lumotlarni to'g'ri yig'ish va foydalanish, shuningdek ma'lumotlardan tijorat va boshqa maqsadlarda noqonuniy ravishda foydalanishdan saqlanish zarur. Raqamli texnologiyalarga qo'llaniladigan algoritmlarning adolatliligi va tarifikatsiyaligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Algoritmlar insonlarni kamsitish yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilishga olib kelmasligi kerak. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonunlarni buzish, shaxslarning huquqlarini poymol qilish va katta jarimalar jalb qilishi kuzatiladi. Aynan raqamlashtirish jarayonida duch keladigan muhim muammolar yana quyidagilar bo'lishi mumkin. Tashkilotlarda tajribaning yetishmasligi, tasavvurning yetishmasligi, biznes maqsadlarida aynan biznes maqsadlarini IT maqsadlarga moslashtirilmaganligi
mijozlar ma'lumotlarni samarasiz yig'ish va ulardan foydalanishda ham turli xil sustkashliklarga yo'l qo'yish va haddan tashqari murakkab va qattiq meros bo'lib qolgan IT infratuzilmani saqlab qolish aynan yuqoridagi kabi raqamlashtirish jarayonlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Geosiyosiy makonda raqamlashtirish xavfiga to'xtaladigan bo'lsak, yangi texnologiyalar dunyoni ekspansional rivojlanishga olib kelmoqda. Mashhur amerikalik ixtirochi va futurolog Ray Kurzweil demak 21-asrda sivilizatsiya rivoji 20-asrdagiga nisbatan 5 barobar tezlashganligini aytmoqda. Ya'ni 20 yil ichida, ya'ni so'nggi 20 yil ichida butun 20-asrda mavjud bo'lgan, amalga oshirilgan texnologik rivojlanish bosqichidan o'tib ketganligi qayd etilmoqda. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, aynan 86% yuqori aniqlik bilan amalga oshib, bashoratlarni 86% yuqori aniqlik bilan amalga oshgan. Bugungi kunda bir qator tahlilchilar dunyoning siklik demak texnologik bosqichlaridan 14 yil ichida omon qolganligini da'vo qilishyapti. Bundan tashqari 7 yil ichida biz keyingi asrni bosib o'tganligimiz ham taxmin qilinyapti. 2014-yildan 2021-yilgacha texnologiya butun 20 asrda bo'lgani kabi o'zgarishni boshdan kechirganligi qayd etilyapti. Keyingi 3 yil ichida esa biz butun asrni o'tkazib yuborishimiz va 21-asrning oxiriga kelib bu bir oy ichida texnologik sikldan chiqish nazarda tutilyapti. Odamlar o'rniga aqlli buyumlar kelganligi, insoniyat yangi inqilob uchun qanday narx to'lash haqida o'ylash vaqti kelganligi qayd etiladi va ehtimol bizni kutayotgan turli xil o'zgarishlar eng muhim qismi hali oldinda. Geosiyosiy makonda yana AQSh va Buyuk Britaniya razvedka hamjamiyatining katta ma'lumotlariga to'xtaladigan bo'lsak, qayta ishlash bilan bog'liq moslashtirilgan loyihalarga alohida e'tibor qaratish maqsadida muvofiq. So'nggi 5 yil ichida DARPA ma'lumotlarini tahlil qilish bilan bog'liq loyihalarga katta e'tibor qaratilgan. Boshqa moliyalashtirilgan loyihalar qatoriga xorijiy ommaviy axborot vositalaridagi razvedka ma'lumotlari va ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilarning o'zaro munosabatlarini tahlil qilish kabi holatlarni aytib o'tish joiz. Bunday loyihalar yordamida boshqa davlatning ijtimoiy-siyosiy hayotiga ta'sir o'tkazish maqsadida istalgan davlat fuqarolarining miyasini o'zgartirishni tashkil qilish nazarda tutiladi. Elektron biznes tizimining xavfsizlik muammolari ham mavjud. Bu xaridor va sotuvchi o'rtasida aloqani tashkil etish, buyurtmani ifodalash, muhokama qilish, o'zgartirish, tovarlarni va xizmatlarni sotish usullarini hamda to'lovni amalga oshirish jarayonlarini o'zgartirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda elektron tijorat va biznesning aksariyat muammolari bu axborot xavfsizligi bilan bog'liq. Ya'ni xavfsizlik muammolari elektron tijorat va elektron biznes rivojlanishidagi jiddiy to'siq sifatida qaralmoqda. Raqam transformatsiya asosida biznes rivojlantirish strategiyalari bu samaradorlikni oshirish va biznes kattalashishiga tayyorgarlik bilan bog'liq. Raqamli nazorat, shaffoflik hamda nazorat, qo'l mehnatini qisqartirish, xatolar sonini kamaytirish, tartib qoidalarini standartlashtirish ushbu jarayonlarni optimallashtirish va avtomatlashtirishga olib keladi. Biznesning asosiy ishlash jarayoni sifatida ushbu sxemani ko'rib o'tishimiz maqsadga muvofiq. Va biznes asosiy ishlash jarayonlari ham ushbu slaydda keltirib o'tilgan. Sotuv hajmi, sotuv bo'limida ishidagi shaffoflik, eski mijozlarga yangi sotuvlar ulushi va hokazo bir qator masalalar aynan biznesning asosiy ishlash jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan sifat ko'rsatkichlar hisoblanadi. Xavf-xatarlarni kamaytirish strategiyalariga kiberxavfsizlik siyosatini ishlab chiqish, zamonaviy kiberxavfsizlik vositalaridan foydalanish va xodimlarni kiberxavfsizlik bo'yicha o'qitish masalalariga alohida to'xtalish maqsadiga muvofiq. Xavf-xatarlarni kamaytirish strategiyalari sifatida boshqaruv va ta'limni ham alohida aytib o'tish joiz. Raqamli transformatsiyani boshqarish bo'yicha strategiya ishlab chiqish, kadrlar tayyorlash dasturini amalga oshirish, texnologik qaramlikni ham kamaytirish yuqoridagi kabi xavf-xatarlarni va tahdidlarni oldini olish imkoniyatlarini keltirib chiqaradi. Xulosa sifatida birinchidan xavfsizlik masalasi, raqamli transformatsiya va jarayonda kiberxavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash eng muhim jihatlardan biri. Raqamli texnologiyalar sohasi mutaxassislarini tayyorlash, ta'lim tizimini raqamli transformatsiyaga moslashtirish va raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan yosh mutaxassislarni jalb etish muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarni qo'llashda etik me'yorlarga rioya qilish
shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va adolatli qarorlar qabul qilishga e'tibor qaratish zarur. Ushbu ma'lumotlar bilan bugungi ma'ruzamiz yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.